Ko'pchilik aytishyaptiki, shu gepatit D ni davolasa bo'ladimi deb. Shu savol juda ham ko'p keldi. Biz bilamiz, endi o'sha D bo'lgan kasal odam albatta internetlardan ko'rib biladiki, kimda B bo'lsa D qo'shiladi. Chunki u qobiqsiz virus bo'lib, D virusi. Faqat kimda B bo'lsa, o'shani qobig'iga o'tirib va o'zi xo'jayin bo'lib oladi. Qo'pol qilib tushuntirib aytganda. Endi buni bilishimiz kerakki, agarda ayrim holatlarda B virusini tekshirishadi va menda B yo'qolibdi, faqat D qolibdi deydi. Bu noto'g'ri fikr, chunki uni ichida D o'tiribdi. D qo'shilgan bemorlarni davolash B ga nisbatan murakkablashadi, chunki uning dorilarga ta'sirchanligi nisbiy darajada yana kamayadi, lekin bir narsani unutmaslik kerak. Shu tajribalar asosida o'shanga suyangan holda aytishimiz mumkinki, shu D larning ichida ham o'z vaqtida parhazini qilib turgani va virusga qarshi dorisini ichib turgani va o'z vaqtida davolanib turganda, statsionar har 3 oyda kelib ko'rikka kelsa, har 6 oyda davolanib turgan kasallar orasida buning asoratlari, ya'ni portalniy gipertenziya, sirrozga o'tish davrlarini biz ko'rmayapmiz. Yillar davomida u o'zligini ehtiyotlab, avaylab turib va umid qilamiz, Xudo xolasa albatta D ga ham mutlaqo yo'qolib ketadigan preparatlar albatta chiqadi.